Keler yili Xitoyda qandaq o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Davomi. Amerika-Xitoy savdo suhbatidan Xitoyning lagerlar masalasidagi tashviqotining xalqarodagi roligacha. Avtori Asiya Uyg'ur. Amerika bilan Xitoyning savdo kelishimi suhbati uchun qaytadan ustalga kelishi va Amerikaning bu qitimliq suhbatga qaysi jihatlardan qandaq tayyorlik qilayotganligi haqida maqolamning oldingi bo'ligida to'xtalgan edim. Bu qitim Amerikaning nima uchun Xitoyga nisbatan buncha inchga pozitsiyada bo'ladiganligining sababi haqida to'xtalaman. Bizga ayon, Amerika Xitoyning hozirgidek qudrat tepishiga asos solgan bir davlat. Agar ayni yillari Amerikaning yordami bo'lmasa edi, Xitoyning bugunimi bo'lmagan bo'ladi. Ammo Amerika Xitoyga bergan yordami sabablik ig'ir badallarni to'ladi va davomliq to'lishi mumkin. Men bu haqda o'tgan yildagi dehqon bilan yilonning yangi hikoyasi va Amerika-Xitoy savdo mojarolaridan Xitoyning kelgusiga nazar nomli maqolalarimda qarashlarimni yozgan edim. Bugun bu haqda qayta takrorlamayman. Qisqasi, Xitoyning Amerika oldidagi inovati Trumpning savdodagi tengsizlikni o'ttirg'i chiqarishi bilan yuz bergan Amerika-Xitoy orasidagi surkilishlar va bu jarayonda Xitoyning ishonishga bo'lmaydigan bir davlat ekanligidek bir haqiqat avvalgi yillarda Deng Xiaopingning islohot echivitishidan iborat ko'z bo'yamchi siyosatining yordamida oran tasda tikligan obro'yini biraqlam yo'qotib hech nimaga arzimas qildi. Xitoyning asli mohiyatini aniq tunib yetgan Amerika Xitoyga bo'lgan pozitsiyasini butunlay o'zgartib, mana bugünkidek uning og'zidagi quruq va'dasiga emas, balki amaliyotda qilgan amaliga asosan ish tutishni prinsip qildi. Demak, Amerika Xitoyga ishonmaydigan ajoyib bir cho'ng burilish butun dunyo miqyosida Amerikaning qo'llag'uchi va ittifoqdosh davlatlar orasidami Xitoyga nisbatan muayyan orliq saqlash va Xitoydan ehtiyot qilish, Xitoy korxonalarining o'z davlatlarida mablag' selishini cheklash, yuqori texnik sohalarga singib kirishiga cheklama qo'yish, yuqori fan texnikalarni eksport qilmaslik, Xitoyning chet ellardagi korxonchilardan tortib oddiy fuqarolargacha josuslik gumon obyekti deb qaralishdek hodisani shakllantirdi. Demak, Xitoyning xalqarodagi inovati o'zining samimiyatsizligi, shuhratparastligi, razilliklari bilan butunlay to'kildi. Yaqindan buyon xalqaroning kuchli besimidanmi yoki boshqa sabablardanmi Xitoy tuyuqsiz o'zining qo'llag'uchi davlatlardan 12 davlatning elchilarini lagerlarni tekshirishga o'rinlashtirdi va lagerlarning haqiqiy ahvoli haqida xalqaroga tushuncha bermoqchi bo'ldi. Ammo tarqatilgan bu film orqali Xitoy hukumati garchi xalqaroda Uyg'urlarning da'vosini suvga chilashtirish, insoniyatga qarshi jinoyatini radikallikqa qarshi turish ko'rishi darajasiga tushirishni maqsad qilsa-mu, ammo Xitoyning bu tashviqot filmi xalqaroda shundoqla Xitoy ommasi orasida har xil qarashlarga sabab bo'ldi. Ya'ni filmdagi bir Uyg'ur qizning savol so'rg'ichining siz
nima jinoyat o'tkazgandingiz degan savoliga bergan men radikallik tashviqotiga doir leksiyalarni anglagandan keyin kallamda radikal ideyalar paydo bo'lgan. Shuning bilan saqchi mening qonunga xiloflik qilganligimni aytdi va menga bu maktabni tavsiya qildi degan. Yana bir Uyg'ur yigiti bo'lsa, bu atalmış tarbiyalash o'rniga hammalarning o'zlari ixtiyor qilib kelganligini, hech kimning majburlamaganligini, partiya hukumatining bundaq bir maktablarni haqsiz o'rinlashtirib, yotoq tamoqlarni, shundaqla yaxshi sharoitlarni hozirlab, ularga hunar kasb o'rgatganligini, u yerda kishilik huquq masalasining mavjud emasligini, hammalarning intayin xo'shal ekanligini bildirdi. Film ko'rinishida yana tarbiyalash sinflaridagi o'quvchilarning xuddi boshlang'ich maktab bolalaridek dars o'rganayotgan ko'rinishlarmi bor bo'lib, biz Xitoyning mazkur tashviqot filmidagi bir qancha ko'rinish haqida kuzatib boqadigan bo'lsak, filmning oldi yaxshi repetis qilinib, maxsus tekshiruvchilar uchunla tayyorlangan saxta ko'rinish ekanligini ko'rib olaymiz. Masalan, filmdagi kichik qizchaqning kallasiga kelgan radikal ideya Xitoy saqchisi tarafidan qandoq bayqilib qoldi? Xitoy qonunda boshqalarning kallasida o'ylagan o'y fikrlarningmi qonunga xilof ekanligi belgilanganmi yoki bu Xitoy saqchisining boshqalarning kallasidagini oldin bilalaydigan sehrgarlarcha iqtidor bormi yoki Xitoyning olam to'ri qurilishi sabablik Sharq Turkiston aholilarining ijtimoiy hayotila taqib ostiga ilingan bo'lmasdan, balki bu kishilarning idisimi kontrol ostiga ilinganmi? Kishilik huquqlardan butunlay ayritilgan lager mahbuslarining kishilik huquqni tilga elishi texmi ichinishli bo'lib, o'xshash forma, o'xshash harakatlar bilan xuddi mashina odamlardek o'gitilgan gap so'zlarni takrorlashlari odamning tinini shirkandirib qolmay, yana texi tekshirishni qabul qilgan bu qayta tarbiyalash lagerining aslidagi yer shari vaqt gezitining bosh muharriri Xu Shijin tashviqot film ishlagan tarbiyalash lageri bo'lganligi va bu qitim bu lagerlarning rishatkiliq tömür tamlari ilevitilganligining kuzatuvchilar tarafidan bayqilib qilishi Xitoyning bu ko'zbo'yamchiligini oshkorlab qo'ydi. Film tarqatilishi bilanla nurg'un medialarda Xitoyning bu tashviqotidagi yo'chiqlar va bu haqdagi qarashlar hamma yerni qopladi. Darvaqa Xitoydek namrat aholilari butkul Xitoy nopposining 10dan birini tashkil qiladigan, texi umumyuzlik holliq saviyaga yetib bo'lolmagan, hatto yangaylandek töven kapolat pulidan ayrilib qolgani sabab, texi maktab yeshig'imi to'shmagan 4 bolasini o'ltirib, ondan o'zi zahar ichib o'lib olganlikdek butkul Xitoy ichi va sirtida zo'r g'ulg'ul qo'zg'algan bu fojia. Anxoydagi bir yashangan xotinning kasallik sababi davolanish rasxodini hal qilolmaganlikdan daryoga sakrab o'lib olganligidek namratlik sabablik kelib chiqqan tragediyalar, shundaqla namratlik sababidan turlik tuman ichinishlik oqibatlar. Har kuni yuz berib turadigan Xitoydek bir davlatda jamiyatda normal xizmat o'rni,
normal turmushi va hayoti bo'lgan kishilarga alayida mablag' ajratib, sharoiti alayida yaxshi bo'lgan maktablarga haqsiz o'rinlashtirib, 3 vaqtliq obdan g'izolantirib, yana ularga har xil kasblarni zo'rlab o'g'itishdek obdan ishlarning Xitoyda yuz berayotganligiga odamning aqli yetmaydi. Xitoyning bir qism namrat rayonlarida maktab sharoitlari intayin nachar bo'lib, balalarning xatarlik uylarda o'ltirib dars anglishi, to'yg'udak g'izolanolmasligi, ozuqliq yetishmaslik, kasal bo'lsa davolanolmaslik masalalari yelimi intayin ig'ir. Bundaq sharoitda Sharq Turkistondagi ilg'or shaxslar, ziyolilar, har xil kasb ahlilari, tijoratchilar, korxonachilar, oddiy xizmatchilar, hatto o'quvchilarni lagerlarga umumyuzlik qamab, atalmish radikallikni tugutish tarbiyasi elib berish haqiqatanmi kishini o'ylantiradi. Mana bugun yolg'onchilik Xitoyning o'z qo'li bilan yana bir qitim dunyoga oshkor bo'ldi. Demak, Xitoy yana mat bo'ldi. Amdichu Amerikaning ishonchisidan qolgan Xitoyga dunyo ishonmaydi. Amerika yolg'onchi degan Xitoydan dunyo ehtiyot qiladi. Hozirgi vaziyat dal shu yo'nalishga qarab taraqqiy qilyotidi. Bugun Huawei'ning yana bir oliy rahbarining Polshada josuslik bilan ayblanishi Xitoyni texmo osal ahvolda qo'ydi. Maqolamning davomida Huawei shirkatining josuslik harakatiga chetilishining sabablari ustida maxsus to'xtalaman. 2019 yil 1 oyning 15 kuni.